Allohning mo'jizasi bilan bemorda eshitish tiklandi. Assalomu alaykum. Bugun bizdan mamlakatdagi mamnun bemorimiz 10 yoshda tekshirib ko'rganimizda adenoid gipertirovid 3-daraja va 2 tomonlama adgezivniy otit aniqlandi. Adenoidlarni oldik va mo'jiza tufayli eshitishlar tiklandi. Hozir bemor onasining so'zidan fikrlarini, operatsiya natijasini eshitamiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana shu mening o'g'lim bemor Diyorbek. Yoshligidan tez gripp bo'lib, nafas olish qiyinlashib, kechalari og'zini ochib uxlar edi. Shu sababli shu Emkamed klinikasiga olib keldim. Shu yerdagi shifokorlarning mahorati bilan o'g'lim operatsiyasi yaxshi o'tdi. Operatsiyadan keyin 100% ga yaxshi eshityapti. O'zgarishlar yaxshi. Shu yerdagi shifokorlarga rahmat. Qo'l yengil jarrohlar ekan, hammalariga rahmat. Shularni davolashi bilan o'g'lim yaxshi bo'lib ketdi. Sizlarda ham shunaqangi holatlar bo'lsa, mana shu Emkamed klinikasiga kelishlaringizni so'rayman.